Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Avgust oyida pulingizni vaqtida olish, to'lovlar kechikib qolmasligi. Qayta hisob-kitobdan qolib ketmaslik va ortiqcha yugurga tushmaslik uchun bajarib qo'yish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat bitta ikkita odamga emas, pensiya olayotgan har bir insonning o'ziga, ota-onasiga, buvisi yoki bobosiga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam pulini vaqtida oladi. Kechikkan odam esa keyin idora yurishga majbur bo'ladi. Avvalo, muammoning o'zagini tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyani deyarli bir xil tartibda olardi. Mahallaga yoki pochta xodimiga qarab turardi. Kimdir naqd pul olardi, kimdir bank kartasidan foydalanardi. Ko'p tekshiruvlar qo'lda, qog'oz hujjatlar orqali bo'lardi. Hujjatda xato bo'lsa ham, ba'zan uni keyingi oyga surib yurish mumkin edi, chunki jarayon sekinroq edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha to'lovlar, bank kartalari, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, nogironlik ma'lumotlari, ish staji va boshqa ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Bir joyda ma'lumot mos kelmasa pul kechikishi mumkin. Karta muddat tugagan bo'lsa, pul kelgan bo'lsa ham yechib bo'lmasligi mumkin. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, SMS kelmaydi. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, qayta tasdiqlash talab qilinadi. Men ko'p uchratadigan holat shuki. Pensioner, men har oy pensiya olardim, nega bu oy tushmadi deb keladi. Tekshirib ko'rilsa, sabab juda oddiy. Bank kartasi muddati tugagan, pasport yangilangan, lekin ma'lumot bankda eski qolgan yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Yana bir holat. Odam qo'shimcha nafaqa yoki kompensatsiyaga haqli, lekin ariza bermagani uchun ola olmayapti. Shuning uchun avgust oyini tekshiruv va tartibga keltirish oyi deb qarash kerak. Chunki yoz oxirida ko'plab tashkilotlarda ish rejasi o'zgaradi. Bayramlar, o'quv yili boshlanishi, kommunal to'lovlar mavsumi, kartalar almashinuvi. Hujjat yangilash ishlari ko'payadi. Kim oldindan harakat qilsa, sentabr-oktyabrda qiynalmaydi. Men eng avvalo har bir pensionerga shuni aytaman. Avgustda kartangizni qo'lingizga olib, uning amal qilish muddatiga qarang. Odatda karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 2024 bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oxirigacha amal qiladi. 2026 bo'lsa, 2020 yil avgustgacha. Agar sizning kartangiz muddati avgustda yoki sentabrda tugayotgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Banka boring va kartani yangilashni so'rang. Chunki pensiya hisobga tushgan taqdirda ham eski kartada bilan pul yechishda muammo chiqishi mumkin. Ba'zi banklarda hisob raqam saqlanadi, faqat karta yangilanadi. Ba'zilarida esa yangi karta ma'lumotlarini tizimga kiritish kerak bo'ladi. Masalan, Tursun aka har oy 1.800.000 so'm pensiya oladi. Avgust oyida kartasining muddati tugagan, lekin u pul tushsa, keyin boraman deb kutgan. Pul hisobga tushgan, lekin bankomat karta ishlamadi. Banka borganda navbat katta, karta tayyor bo'lishi uchun bir necha kun kerak bo'ldi. Natijada u doğru kerak bo'lgan pulni vaqtida ololmadi. Bunday holatning oldini olish juda oson. Avgustning birinchi yarmida yo'q, banka borib kartani tekshirtirish. Yana bir misol. Onaxonning telefoni o'zgargan, lekin bankdagi eski raqam turibdi. Pensiya tushmaganini bilmaydi. SMS kelmaydi. Banka borsa, sizning raqamingiz tizimda boshqa deyishadi. Shuning uchun bankdagi telefon raqamingiz ham yangilangan bo'lishi kerak. Agar farzandingizning raqami ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. SMS kodlar, bank ilovasi, plastik karta parollari begona odam qo'lida bo'lmasin. Ota-onangizga yordam beraman deb kartani o'z nomiga bog'lab olgan farzandlar ham uchraydi. Bu oilada ishonch bo'lsa yaxshi, lekin huquqiy jihatdan pensioner o'z pulini o'zi nazorat qilishi kerak. Bu ish kimlar uchun ayniqsa muhim? Karta muddati tugash arafasida bo'lganlar, yaqinda telefon raqamini almashtirganlar, bank ilovasidan foydalanmaydiganlar, pensiyani har oy bankomatdan naqd yechadiganlar, shuningdek boshqa viloyatga vaqtincha ketganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Kartasi yangi, telefon raqami to'g'ri, bankdan muntazam SMS olib turadigan. Hisobida muammo yo'qligini yaqinda tekshirtirgan odamlar. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Bugungi tizimlarda ism, sharif, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, JSHR, yashash manzili juda muhim. Bir harfdagi xato ham ba'zan to'lovni ushlab qolishi mumkin. Ayniqsa, eski pasportni ID kartaga almashtirganlar, familiyasida o'zgarish bo'lganlar
ko'chib ketganlar yoki propiskasini almashtirganlar avgustda albatta tekshirilishi kerak. Oldin odam bir tumanda pensiya tayinlatib, keyin boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa ham, uzoq vaqt eski joydan ma'lumot yurishi mumkin edi. Hozir esa yashash manzili, xizmat ko'rsatuvchi bo'lim va bank ma'lumotlari mos bo'lishi talab qilinadi. Agar pensioner Samarqanddan Toshkentga ko'chib kelgan bo'lsa, lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumot eski manzilda qolsa, kerakli xabarnoma, chaqiruv yoki hujjat talabi unga yetib bormasligi mumkin. Keyin men bilmagan edim degan gap yordam bermay qoladi. Real vaziyatni olaylik. Muhabbat opa yaqinda ayda karta oldi. Eski pasport bilan bankda karta ochilgan. Pensiya ham shu hisobga tushadi. ID kartadagi ma'lumot yangilangan, lekin bankka borib identifikatsiya qilmagan. Bir kuni karta operatsiyalarida cheklov paydo bo'ldi. Bank hujjat ma'lumotlarini yangilang dedi. Agar u buni avgustda oldindan qilganida pensiya puli asabiylashmas edi. Nima qilish kerak? Pasport yoki ID kartangizni oling, bankka boring. Mening pensiya kartamdagi hujjat ma'lumotlarimni tekshirib bering. Telefon raqamim to'g'rimi? Karta hisobim faolmi deb so'rang. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki hududingizdagi ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilib, mening shaxsiy ma'lumotlarim, yashash manzilim va pensiya to'lov usulim to'g'rimi deb aniqlashtiring. Agar elektron xizmatlardan foydalansangiz, my.gov.uz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Lekin hamma pensioner ham internetdan foydalana olmaydi. Shuning uchun farzandlar, nabiralar bu yerda yordam berishi kerak. Lekin yordam berganda ham hujjatni pensionerning o'z roziligi bilan ochiq va tushunarli tarzda bajarish kerak. Ko'p pensionerlar faqat har oy tushadigan asosiy pensiyani biladi. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, qayta hisob-kitob, ustama yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman, pul avtomatik keladi deb o'ylab o'tirmang. Ba'zi to'lovlar avtomatik hisoblanadi, ba'zilari esa ariza, hujjat yoki tasdiq talab qiladi. Siz murojaat qilmaguningizcha tizim sizning holatingizni to'liq ko'rmasligi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin yana ishlagan bo'lishi mumkin. Ish staji yoki sug'urta badallari bo'yicha qayta hisob-kitob qilish masalasi paydo bo'ladi. Yoki nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zolarida hujjatlar yangilangan bo'lishi mumkin. Yoki yolg'iz yashovchi keksalar uchun mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasi bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida tekshiriladi. Bir misol. Rasul aka pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil qo'rg'ul bo'lib ishlagan. Mening pensiyam baribir bir xil, o'zgarmaydi deb o'ylagan. Keyin tanishi qayta hisob-kitob haqida aytgan. Hujjatlarni tekshirtirganda ayrim davrlar inobatga olinishi mumkinligi ma'lum bo'lgan. Natijada pensiya miqdorida farq paydo bo'lgan. Bu farq juda katta bo'lmasligi mumkin. Masalan, oyga saqim 1000 yoki 1,5 so'm bo'lishi mumkin. Biz saqim 1 yilga hisoblasangiz, bu 1 million so'mdan oshadi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqatga katta yordam. Yana bir vaziyat. Halima opa yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal xarajatlar, dori-darmon, parvarish bo'yicha mahalladan qanday yordamlar borligini bilmaydi. Mahallaga murojaat qilganda uning holati o'rganilib, tegishli ro'yxatlarga kiritish yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani hamma odamga bir xil pul beriladi degani emas. Lekin siz murojaat qilmasangiz, holatingiz ko'rinmay qolishi mumkin. Bu masalada kimlar albatta xavotir olishi kerak? Pensiya chiqqandan keyin ishlaganlar. Hujjatlarda oldin inobatga olinmagan ish staji bor deb o'ylaydiganlar, ish staji bor deb o'ylaydiganlar, nogironlik guruhi bor, yolg'iz yashovchi keksalar, boquvchisini yo'qotganlar, turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin huquqlarini tekshirtirmaganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Pensiyasi yaqinda to'liq hujjatlar asosida tayinlangan, ish staji to'liq hisoblangan, qo'shimcha holi o'zgarmagan pensionerlar. Lekin ularga ham kamida yiliga bir marta tekshiruvdan o'tishni maslahat beraman. Ba'zan pensioner pensiyam kam tushdi deydi. Sababini tekshirsak bank komissiyasi emas, karta xatosi emas, balki ijro hujjati, kredit qarzi, aliment, sud qarori yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda pensionerning o'zi bundan bexabar bo'ladi. Masalan, eski kreditga kafil bo'lgan, kommunal qarzdorlik sudga chiqqan, jarima vaqtida to'lanmagan yoki bank oldidagi majburiyat unutilgan. Natijada pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Men bu yerda qo'rqitmoqchi emasman, lekin ogohlantiraman. Avgustda bunday masalani tekshirib qo'ying. Chunki pul tushadigan kuni bilib qolsangiz kech bo'ladi.
Oldindan aniqlasangiz, qarzdorlik nimadan chiqqanini bilasiz. Noto'g'ri bo'lsa e'tiroz berasiz. To'g'ri bo'lsa to'lov jadvalini kelishasiz. Eng yomoni, pensioner nima uchun pul kamayganini tushunmay bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. U yer ijrochiga yuboradi. Ijro byurosi esa boshqa hujjat so'raydi. Birgina sababni bilish uchun 3-4 joyga qatnaydi. Masalan, Anvar aka 2 million so'm pensiya oladi. Bir oy 1 million 600 ming tushdi. U bank xato qildi deb o'yladi. Keyin ma'lum bo'ldiki, eski kredit bo'yicha ijro hujjati kelgan va ma'lum summa ushlab qolingan. Agar u oldin IMIB yoki tegishli organlardan qarzdorlikni tekshirtirgan edi. Bunday kutilmagan holat bo'lmas edi. Yana bir pensioner ayol kommunal to'lovini farzandi to'layapti deb o'ylagan. Farzandi esa bir necha oy unutgan. Qarzdorlik yig'ilib ogohlantirish kelgan. Bunday vaziyatda muammo pensiyada emas, uy xo'jaligidagi tartibsizlikda bo'ladi. Nima qilish kerak? Bankdan pensiya tushumi bo'yicha ko'chirma oling. Agar odatdagidan kam tushayotgan bo'lsa, qaysi asosda ushlab qolinyapti deb aniqlang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov miqdori va ushlab qolishlar haqida ma'lumot so'rang. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosiga murojaat qiling. Hujjat raqami, qaror sanasi, kimning foydasiga undirilayotgani, qancha qolganini yozib oling. Agar noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza bilan e'tiroz bildiring. Telefon orqali aytilgan gap bilan cheklanib qolmang. Iloji boricha yozma javob oling. 5-ish, firibgarlardan himoyalaning va pul olish tartibini oilangiz bilan aniq kelishib oling. Avgustda pensiya, nafaqa, yordam puli, kompensatsiya haqida xabarlar ko'payganda firibgarlar ham faollashadi. Ular odatda shunday deydi: sizga qo'shimcha pul chiqdi, kartangiz raqamini ayting, pensiyangiz bloklanadi, SMS kodini bering. Avgustda hammaga bir martalik to'lov bor, ro'yxatdan o'tkazamiz, bankdanmiz, plastik kartangizni yangilaymiz. Esingizda bo'lsin. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod, karta paroli, saviviy kod yoki bank ilovasiga kirish parolini so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. Pulingizni himoya qilish ham pul olishning bir qismi. Chunki pul tushgandan keyin uni firibgar olib qo'ysa, keyin qaytarish juda qiyin. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'ladi. Davlatdan yordam ekan, bank xodimi ekan deb o'ylab ma'lumotni aytib yuboradi. Farzandlar ham ota-onasiga buni sodda tilda tushuntirishi kerak. Telefon qilgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, kod aytilmaydi, karta rasmiy yuborilmaydi, bank ilovasiga begona odam kiritilmaydi. Real misol. Bir onaxonga sizga bexidmat so'm qo'shimcha avgust to'lovi chiqdi deb qo'ng'iroq qilishgan. Tasdiqlash uchun SMS kodni ayting deyishgan. Onaxon kodni aytgan, kartasidagi 1 million 200 ming so'm yechib olingan, keyin bankka borsa, operatsiya kod orqali tasdiqlangan bo'lib chiqadi. Shuning uchun men aniq qo'yib beraman. Agar pul, yordam, pensiya haqida qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqamga qayta ishonmang. Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarga to'xtalay. Birinchi nozik jihat, hamma to'lov bir kunda tushmaydi. Ba'zi hududlarda pensiya to'lov sanasi farq qiladi. Banklar jarayonlar ham vaqt oladi. Shuning uchun pul odatdagi kundan bir kun kechiksa, darhol vahima qilmang. Lekin 2-3 ish kuni o'tsa va pul tushmasa, bankdan va pensiya jamg'armasidan tekshiring. Ikkinchi nozik jihat, naqd pul bilan karta pulining tartibi farq qilishi mumkin. Kimdir pensiyani uyiga olib kelinishiga o'rgangan, kimdir kartadan oladi. Agar to'lov usulini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buni oldindan ariza bilan qiling. Shu oydan o'zgaradi deb o'ylamang, tizimda qayta ishlanish muddatlari bo'lishi mumkin. Avgustda ariza bersangiz, ayrim holatda keyingi to'lov davriga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ishonchoqnoma bilan pensiya olish. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, chetga ketgan bo'lsa yoki boshqa sabab bilan pulni o'zi ola olmasa, ishonchnoma masalasi qonuniy tartibda rasmiylashtirilishi kerak. Oddiy o'g'lim olib beradi degan gap bank yoki rasmiy idora uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi, notarial tasdiqi, bank talablari bor. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olishda muammo chiqadi. 4-nozik jihat, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlarda tibbiy hujjatlar muddati muhim. Agar ma'lumotnoma tibbiy xulosasi yoki guruh muddati qayta ko'rikdan o'tishni talab qilsa, kechiktirmang. Keyingi oy boraman desangiz, to'lov to'xtab turishi yoki qayta rasmiylashtirish cho'zilishi mumkin. Har bir hujjatning muddati bor.
Ayniqsa vaqtinchalik belgilangan nogironlik holatlarida. 5-chi nozik jihat. Hujjat topshirganda og'zaki gapga ishonib ketmang. Ariza topshirsangiz, ro'yxatga olingan raqamni so'rang. Qaysi hujjatni berdingiz, qaysi biri yetishmayapti? Qachon javob bo'ladi? Buni yozib oling. Ko'p odam menga aytishdi, bo'ladi deyishdi deydi. Lekin keyin kim aytgani ham, qachon aytgani ham noma'lum bo'ladi. Mutaxassis sifatida men maslahat beraman. Oddiy daftar tuting. Unda sana qaysi idoraga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, nima hujjat berdingiz, javob muddati qachon, hammasini yozing. Bu juda oddiy, lekin juda foydali odat. Endi amaliy qadamlarni birma-bir aytaman. Birinchi qadam. Bugunoq pensiya kartangizni tekshiring. Amal qilish muddati, SMS ulangan raqam, karta ishlashi, PIN kodini bilishingiz, bankomatdan pul yecha olishingizni aniqlang. Agar karta eski bo'lsa bankka boring. Ikkinchi qadam. Hujjat papkangizni tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari, telefon raqam, yashash manzili, ish staji bilan bog'liq eski mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi bo'lsin. Hujjatlarni bitta paketga solib qo'ysangiz, idoraga borganda sarosima bo'lmaydi. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi yoki hududingizdagi ijtimoiy xizmatlar mas'ullariga murojaat qiling. Savolni aniq bering. Mening pensiyam bo'yicha to'lovlar to'g'ri yuribdimi? Shaxsiy ma'lumotlarim to'g'rimi? Qayta hisob-kitobga asos bo'ladigan holat bormi? Qo'shimcha to'lov yoki imtiyozga ariza berishim kerakmi? Aniq savol bersangiz, aniq javob olish ehtimoli oshadi. 4-qadam. Bankdan hisob ko'chirmasini oling. Oxirgi 3-6 oylik tushumlarni ko'ring. Har oy bir xilmi? Kamayish bormi? Ushlab qolish bormi? Noma'lum yechimlar bormi? Agar tushunarsiz operatsiya ko'rsangiz, darhol yozma izoh so'rang. 5-qadam. Oilangiz bilan pul xavfsizligi qoidalarini kelishib oling. Masalan, onam hech kimga SMS kod aytmaydi. Bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, avval menga aytadi. Karta paroli qog'ozga yozilib, kartaning yonida turmaydi. Begona odamga karta berilmaydi. Bu qoidalar oddiy ko'rinadi, lekin ko'p muammolarni oldini oladi. Agar siz yura olmaydigan pensioner bo'lsangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqiningizdan yordam so'rang. Lekin barcha ishni qonuniy qiling. Ishonchnoma kerak bo'lsa, rasmiylashtiring. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasini o'zim bilaman deb boshqarmang. Ularga tushuntiring, birga boring, lekin pul ustidan nazoratni shaffof qiling. Chunki pensionerning puli uning shaxsiy huquqi va xavfsizligidir. Xulosa qilib aytaman, avgustda ulgurib qo'yish kerak bo'lgan 5 ta asosiy ish shular. Bank kartasi va hisobni tekshirish, pasport va manzil ma'lumotlarini yangilash, qayta hisob-kitob va qo'shimcha to'lovlarga huquqni aniqlash, qarzdorlik va ushlab qolishlarni tekshirish, firibgarlardan himoyalanish. Bu ishlarning har biri alohida kichik ko'rinsa ham, ularning bittasi bajarilmasa, pensiya kechikishi, kamayishi yoki umuman foydalanib bo'lmaydigan holatga kelishi mumkin. Azizlar, men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Ota-onangizga, qo'shningizga, mahallangizdagi keksalarga ayting. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya tushishi, karta muddati, qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday muammo bo'lgan? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya masalasida eng muhim narsa ma'lumotni kech emas, vaqtida bilish.